Assalamu alaykum hammaga. Mana bizlarni fikus gulimiz, mana birovlar qora shahzoda deydi, hamma har xil nazvaniyasini o'zi hamma bilib aytveradi. Mana shu gulimizga men teglari mana qurg'ab turibdi, atay qurg'atib turib azotlari bir qism salaman mana. Mana qo'limda sal-sal tuproqlarini aqtim yoqqa qivaraman. Dori stop aralashib ketishga, tegiga mana aralashib ketdi. Endi bunga suv qo'yamiz. Tegiga suvni quyib, asta quyib turaveraman bunga. Tegiga mana o'zi suv bilan aralashib to'ldirib to'kib qo'yaman. Mana ko'rdinglarmi? Endi buni men boshida tegiga singadi mana bu gul. Bu gulni barigidan mana suv sachratib ichadi bu gul yaxshi. Mana bariklarini ham yub tashlasak, barigidan ham suv ichadi bu gul yaxshi, mana changlari ketadi. Mana shunaqa qilib gullar barigidan asnonoy suvni ham ichadigan gullar bor. Ko'pchilik gul barigidan ichadi mana suvni. Yaxshilab ustini changlarni tushirib tashlasanglar, mana buni ham ko'rasizlar, bariklari o'lmaydi ham, hech nima bo'lmaydi. Video qilib bergani qanday turibdi desanglar, kechagi mana piyon gulimga o'xshab buni ham video obzor qilib beraman. Mana hamma gulimni ustiga men suv sepaman. Hammaga xayrli kun. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' omon bo'linglar. Fikusga ham mana shu qora shahzoda guliga ham azot solsa bo'ladimi deyishgan edi. Mana o'zimda ko'rsatib beryapman. Har doim men mana shunday qilaman gullarimni. Hammaga yaxshi kayfiyat tilayman. Sog' bo'linglar.